Yüzlerdimi nur yo'q. Xili yoshlarga kirib qolgan ayollardeklar. Chechini seriq aralashtirib bo'yib olgan bo'lib, shu turqi ichini siqilyapti. Burun mushundaq yasanolganlarga olib o'tib ketadi. Acaba bumi? Yo'q. O, qancha bo'lsin bunday ishni qayta qilmaydi. Kallamdagi savollarga uningdan javob izlash uchun so'radim. Anglsam ishlab etibsan. Nada, nima ish qilyapsan? So'rab bo'lib, sal ayminib qoldim. Burun shundaq erkin, nima degim kelsa, shunda aytdan bo'lmasa. Nima bo'ldi ekan, gaplarim qolashmagandek tuyulib ketdi. U burunga qaraganda o'zini xil tutolgandek qiladi. Bir qarsam tamkindek, bir qarsam ichida gap bordek oldirmay javob berdi. Urumchiga qaytib kelsam, dedi u. Uydagi ishlar butunlay o'zgarib ketibdi. Qanday o'zgarib ketibdi? Hayron bo'lib, ham titit bo'lib so'radim. U ko'ziga liqqida yosh olgan holda bu ishlarni bir so'zlab berdi. Uning deyishicha, u qaytib kelganda uyda dadasi yo'q. Opasining aytib berishicha, dadasi uning uydan chiqib ketganligini opasidan ko'rib, kunda uning opasi bilan urushib, keyincha sirtdan bir oshni tutib olibdi. U oshnisi zaharli chekimlik savdosi bilan shug'ullangan bo'lg'achqa, bir necha oydan keyin soqchilar tarafidan tutilib ketibdi. Bu ish uning dadasini chetlab qilib, oshnisi bilan tang jazolanibdi. Ammo rasmiy ajrashmagan bo'lg'achqa, uydagi mol-bisotlarning hammasi musodir qilinib, o'z turmaga tashlanib, muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinibdi. Opsim arz qilib ajrashib ketibdi. U uyni beqish uchun ko'ch tozalasi bo'lib ishlab etibdi. Anim bo'lsa, halol ish qilib etibdi. Ig'ir ish qilib baxmag'achqa charchab, yuz-ko'zining nuri yo'q bo'lib qoldi-da, deb o'yladim ichimda. Bugunchi ishlamadingmi? deb so'radim men. Shu topda u nima demaydi. Uning har bir og'iz gapimi menga shunda qimmatli bilinib ketadi. Arliqimiz yiroqlab ketgandek his qildim. Ko'zdan yiroq, ko'ngildan yiroq degan gap rostmidi ya? deb o'yladim ichimda. U birdan o'ylanib javob berdi. Siz kelgan tursangiz, bir kunlik ruxsat so'radim. dedi u. Uning kulgisi menga o'zini zo'rlab kelayotgandek bilib ketdi. Burunqidek tabiiy emas edi. Ya, ko'nglim joyida bo'lmag'achqa shundoq bilindimi? Ish qilib burunqi hissiyotlarimizdan asarim yo'q. Ya, ko'ngli joyida emasdi. Mundoq degan. Amsi bugun menga amra bo'laysan-da? deb so'radim men. Demisimi, undab kelgan tursan. Menga amra bo'lmabdi amsi. Hey. Albatta. Siz meni deb kelgan tursangiz. dedi u yana saxt kulimsirab. Nimishqidir u kulimsirab gap qilsa-mu, ko'nglim bir xil parakandi. Haras. Telefonni qilmayli kapsiz-ku. Xabar qilib etgan bo'lsangiz, oldingizga tayyorlik qilib chiqib ekanman. Uning kulimsirashlari bargan sir ko'nglimni buzg'ultirdi. Ko'nglimga mushul tasalli bera oladi deb o'ylab, tushda uyda bo'lgan ishlarning birini qo'ymay, hatto dadamning meni urg'oldirgacha hammasini so'zlab berdim. U anglab sal qaynab qoldi. Bu qilganingiz bo'lmabdi, dedi u qo'shimini turib. Ota-ona degan eng ulug' inson. Barchig'ida qadrini bilmagan bilan ketib qolganda baribir ranjigingiz uchunmi pushaymon qilasiz? Pushaymon qilmayman, dedim men keskin, ammo o'zimni ishonga oldim. Sen bilan birga bo'lsam bo'ldi. Biroq siz o'ylab baxtingizmi? Ularni ranjitish badaliga biz qanchalik baxtli bo'la olamiz? Men uyingizga kirsam, bir umr ota-onangizning yuziga qarayolmayman. Shuni kod xat qoldirsam javob qaytarmabsan-da, dedim men unga chaqchib qarab. Uning atigandan beri nimishqa bunda o'tirib olganligining sababini endi his qilgandek.
uning ishonchi yo'q ekanda. Men hammani faqat mushundabli qilgan tursam deb o'ylaydi. Xat qoldiray degan. Lekin men ota-onangizning qo'shilmaydiganligini bilaman. Mening seni qanchalik yaxshi ko'rganligimni bilamsan. Uningga tunji qatim seni yaxshi ko'raman deganmi bo'ldi. U gap qilmadi. Biroz beshini tuman qilib jimib ketdi. Yig'layotgan bo'lsa kerak deb o'ylab, uning qarab ichim serilib ketadi. Yig'layotibsan? Yo'q. Beshingni ko'tira. U yosh yo'q ko'zlarga zo'rg'a kulgi ko'rdi. Meni ko'tirdim toza. Dedi u kulimsirab. Sizni ko'rib xush bo'lib yig'layapman. Qanday qilaman? Xush bo'lsam yig'lig'im keladi ekan. Uning bu gaplarini anglab xili suyundim. Kasobat. Ko'nglimni xush qilaman desang, xush qilib. G'ash qilaman desang, g'ash qila olaysan qo'ysan, ha? Hozir yig'lama. To'y qilib, seni og'illarim bilan dapravab jeb, aql kelganda yig'la. Shu chaqda yig'lamayman desangmi, qizg'oldash deb qo'yman. Seni chimdab bo'lsam yig'iltidi. Eski. Uning bu kulkisi endi burunqiga o'xshadi. Uf. Hanam bo'z kuldirdim. Burun yig'ildiman desammi 5 minutlik, kuldirman desammi 5 minutlik ish edi. Maski. Sen maskini yaxshi ko'rsa. Men qachon yaxshi ko'rman dedim? Mani? Ota ayta shuncha yiroq joydan kelsam degan gapini. Bir ko'rib yaxshi ko'rib qoldim deb men keltirib olib. Endi deydigan gapim mushuma? Sal xafa bo'ldim. Va norozi bo'lgan ahvolda. Aramda ko'rishgan tatliq qilmamdi deyman, dedim. Xafa bo'lsangiz burunqideklar umoqlashib ketadi ekansiz. U shundoq deb qo'limni ching tutdi. Qo'limga qarab qo'yib, uning ko'ziga tikildim. Yuragim faqat uning uchiga so'qadiganini his qildim. Dilxumor, dedim uningga barcha mehrim bilan tikilib turib. Nima ish bo'lmasam, menda ayrilmaslikqa va'da ber. Bundan keyin ayrilmayli. Men faqat chinimaydi ekanman. Menga va'da bergin. U ko'zlarini menda ep qochdi. Boshqa yoqlarga qarab oldi. Tashvishlar ichida uning qo'lidan silkib turib yana so'rdim. Va'da beramansa, shu toplik turqim shuncha bichara. Yalvirish desam ortiqlik qilmaydi. Biroq u yana gap qilmadi. Sal orsal bo'lib qoldim. Shundaqdimi uning cho'qin va'da bera oladiganligiga ishongach, ko'zimni uningdan uzmadim. U namqish ko'zlarini zo'rg'a yo'g'a ochib, chimchiqlatib, ondan cho'nqir nafas ilib. Avval ota-onangizni xotirjam qiling. Ularga telefon berib, bir necha kungacha qaytib ketaman deb qo'ying. Sizdan bek ansirab ketadi. Bo'libmi apangiz bek ansiraydi. Bola har qancha xatolik o'tkazsa-mu, ota-ona bo'g'ichi yanada kan qo'saq. Ular sizni cho'qim kechirdi. Kechirsizlar bulamdi, dedim men. Qo'shilmasi yana o'xshashib bo'lmamdi. Sen bir ishlarni deb inch ko'yladigan bo'lib ketibsan qo'y. Turmush shunday qilib yetadi ekan. Birdamlik hissiyotga tayinib ish qilsangiz, pushaymonni oladiganga qach topolmay qoladi ekansiz. Bo'ldilar. Menga falsaf so'zmayli qo'ya. Ularga o'rganish telefon qilay, bulamda? Hozirlik qiling. U shundoq degach telefonni chiqardi. Uning telefonini olib, uyga telefon qildim. Oladigan odam yo'q. Ansirab dadamning telefon qilib, telefonni uningga berdim. Dadam olsa meni so'ra. Yo'qtis qo'yib. Singlim olsa menga ber, dedim. U gapimni tushunib, beshini lang'ishtirib telefonni qo'liga oldi. Vay, yaxshimisiz? Men Aliyaning sinf mas'uli bo'laman. Aliyadan so'raydigan ish batdi. Telefonni bergan bo'lsangiz. Rahmat. Kallis ishlab qo'ydi juma buni. Men o'limga aqlni o'ylab bo'pti birdan mas'ulda. U telefonni ola olmayla og'zini tutgancha chiroyli umchib ketdi.
bir shumliqni sezgandek telefonni uning qo'lidan tortib ilib, "Vay Aliya" deb yuragim zimnadi bo'lib ketdi. Singlim buqildab yig'layotdi. "Nima ish bo'lgandi?" deb uning telefonni dadamga berishni aytdim. "Aliya, nima yig'laysan? Telefon dadamga bera." Ko'nglim dekiduk ichida. "Vay, dada, Aliya nima yig'laydi?" Dadamning ovozi bo'shli chiqdi. "Sening qilgan yaxshishing, o'g'il boldek ish qilding. Ochiqdigina, apam bormi yaningda?" Vay, tazimmi bir. Dadam telefonni qo'yibdi. Qayta yondirib turdim. Bu qatam singlim oldi. "Aliya, yig'lamasinlar, nima ish bo'ldi?" Apamning yurak kesili. Nima? Yuragim ansiz so'qib ketdi. Apamning yurak kesili bor edi. O'z qulog'imga ishonmay qoldim. "Undaq emas-ku. Bayiltiq saqtug'i." Jiddilashib so'radim. Siz ketib. Azapdan to'lg'inib ketdim. Bundaq bularni kim o'ylasin? Navada bir ay kelishmaslik yuz berib qolsa, apamning yuzini oxirini o'ylashqim bitmadi. Apam meni bek yaxshi ko'radi. Amlikni qaytargan javobim mushu bo'ldimi? Doktorga bortinglarmi? Meni ixtiyorsiz yiqitib tutdi. Bo'g'zim to'silib, ovozim chiqmay qoldi. "Qaysi? Vay, Aliya, qaysi o'tirganda?" Telefonni dadam oldi. "Viloyat xalaqda o'tirgansizda. Men hozirla boraman." Telefonni qo'yibla, kaynim o'rilib madim. U andikib so'radi. Nima ish bo'pti? "Apamning yurak kesili o'zilib qopti." "Umu, ha?" debla menga egishib mandi. Ko'zimga apamning astoydil nasihat qilishlari. Har qatam muoshim chiqqanda pul bersam, "Rahmat bolam insobingga" deb uzun duo qilishlari. Tamoq oz yetilib qolganda to'ymadim desam, menga o'zining tamoqini bo'lib berishlari. Tushlari tamoqqa vaqt qolsam, meni saqlab eshik oldida turgandek simasi ko'z oldimga kelib edi. Saharda meni, "Balam, uyquni och, vaqt o'shib qoldi" degan gaplari quloqimda jaranglab, ko'nglim buzilib, ko'zlarim ochiq bo'lib ketdi. Birdan ko'zlarimni chimchiqiltib, yo'g'on ichib meng'otdim. Shundoqla o'zimni qo'yib yotsam, ko'z yoshlarimni, ovozimni tutib olmaydim. U bekatga kirib, biletlab chiqib, avtobusga chiqquncha birim yig'izga qolmadi. Avtobusga chiqqandan keyin titib bo'lganini ko'rib, Hech qisi yo'q. Cho'qim yaxshi bo'lib ketdi. uning gapidan tasallik erishgandekman bo'ldim. Lekin qalbimdagi pushaymon azobi, hasrat hech yeniklaydigandek emas. Avtobus mangmag'ach sho'pirni illikda oldim. "Qanema o sho'pir? Mangmamsan? Nima vaqiraysan? Vaqt to'shqan mangmam dem." U og'zini to'sib oldi. Va bilikimdan "Yuring" deb tartib ilib mandi. Avtobus biletini qaytarib o'tib, kichik mashinaga 4 odamning haqqini berib, shu hamon yo'lga chiqdik. Yo'lda ketyapman. Ko'z oldimda tushdi uyda bo'lib o'tgan ishlar. Dilxumar iqitli ketibdi. Hammin qilganman. Meni tillang. dedi u yig'lab turib. "Nima yig'laysan? Apam cho'qim yaxshi bo'lib ketadi.
kim degininiz kelsin. Allah apangızning o'z panoyida saqlasin. Bo'ldi yig'lama, dedim uning qo'lini ching tutib turib. Shu topda o'zimni aran tutib olgan edim. Tushda urishmasammi bo'pti ekan. Nemish qisiliq gap qilmagan bu edim. Bayilada qolishib edim, hozirlik o'zim kesatdim ana. Nimaga maqildirman deb o'zimni ayblaydim. Allohdan hamma gunoh menda. Meni jazola. Apamni o'z panoyingni saqlagan deb tilaydim. Yo'l shuncha uzun bilinib, shopirni birdan texim tezman shunday aytdim. G'am, tashvish, pushaymon, azob ichida turpong'im keldik. Kelibla Odil doktorxonaga bordik. Jiddiy qutqazish uyining oldida dadam u yoqdan bu yoqqa menib titillab turibdi. So'ngra meni ko'ribla yig'lab quchog'imga o'zini otdi. Shuncha g'ayrat qilib tursammi, singlimning yig'lashlariga chiday olmay, ko'zimdan bir nechta tomchi chiqib ketdi. Dadam Dilxumarni ko'ribla ishning mohiyatini tushungan bo'lsa kerak, uningga qarab olib yetib, boshqa yoqqa qarab turib oldi. Ang'ich qutqizish uyidan bir doktor chiqib keldi. Dadam uni oldiga berdi. "Doktor, ayolim qandayroq?" deb jiddiylashib so'radi. Hozircha xatarlik bosqichdan o'tib ketdi. Lekin oson hayajonlantiradigan gap so'zlarni demanglar. Ko'ngli tinch tursa, tezlik yaxshi bo'lib ketadi, dedi doktor. Uf. Xudoga shukr. Hanim bo'lsa xatarlik bosqichdan o'tib ketibdi. Dadamdan keyindan singlim ikkimiz kirdik. Apam behush yotadi. Apamning bu holatini ko'rib faqat chidayolmadi. Qalbimni bir o'ram simchirma olgandek o'pkam o'rilib turardi. Bir umr jafo tatib beqib, endi Allohdan ko'rdigan chog'da tas qoldim, bir umr hasrat qolgan. Dilxumar kirmadi. Apamning qishidan asta yenib chiqib, uni koridordagi odam yo'q joyga berishga ishorat qildi. U yig'idan texish to'xtamagan edi. Elim yaxshi sen tetma qiling deb ekansan. Bo'lmasa dedim men. Xudoga shukr. Hanim bu salomatgan. Hammani qilgan men. Meni demisangiz, bu ishlarni yuz bermagan bo'ladi. Voy. Bo'ldi yig'lama. Doktorim xatarlik bosqichda o'tib ketdi, saqayib ketdi dedi-ku. Yana nima yig'laysan? Shundaqdim o'zimni tutib olmayapman. Meni tillang. Meni uring. Ay. Fatma. Bir chapilg'imla o'rimchi ketsa bika. Seni qandaq mo'g'il bo'lsin? O ko'z yoshlari to'kilib tursa-mu, kulib etib, ondan yana chiroyini umchaydi. Mushundaq chaqdimi chaqchaq qilasiz, a? Ams tang yig'landik ya. Yo'q, bo'ldi yig'lamayman. U menga xuddi gibi bodakla daqiq tikilib qarab etib, yana ko'zdan qochdi. Men uydan bir ijaraga kelib, qozon qumuch, saykukta setib olay. Apangiz doktorxonadan chiqishcha tomoqni o'z qo'lim bilan etib beraman. Doktorxonaning tomoqi bek nachar, dedi u. Undaqda hech nima bo'lmaydi. Lekin mening aytganligimni demang. Bo'lmasa apangiz ishmaydi. Bu shundaq bo'lsin. Xo'sh. U ketib ko'nglimda. U tomoq etishni bilgan bo'lsa, cho'qim boshqa uy ishlarni ham qila oladi. Demak, u o'zgaribdi. O'zgarib, burunga qaraganda pishibdi. Kililik silay to'shqida ekanım bo'lsa, deb o'yladim. Lekin ko'nglim yanada parishon. Dadamning ishi aldirash bo'lg'achqa, kunduzi birer soat kelibla yana ishga ketadi. Singlim maktabdan kelib qaraydi. Ruxsat so'rayman deganda, apam darsdan qolsiz, men tezlik yaxshi bo'lib ketaman deb unimidi. Men ish o'rnimdan ruxsat so'rab, kunduzi apamga qaradim. Ketisi dadam qaradi. Apamning kasalining balduroq saqayishi bilan bo'lib ketib, Dilxumar bilan tuzukroq paranglashmabdiman. Dilxumar apam doktorxonaga kirib qolgan kunning ertasi suiqasd etib ketdi.
o'z eshik sirti saqlab turdi. Men kiray desammi kirmadi. Menmi ancha zo'rlamadim. Apamning kesilining qayta qo'zg'alib qolishida ansirgan edim. Apam suiqashni ichib, og'iz-og'izga tegmay maqtabli ketdi. Nima degan o'xshagan suiqash bu? Doktorxonaning tamoqi burun kirib qolgan chog'larimda faqat og'zim tetimaydi. Qaraganda oshpaz almashqa o'xshamamdi. Haqiqatda usta oshpazkan juma. Anglab, bəyli xoş bo'lib ketdi. Kelining aytgan tursa, albatta o'xshaydi-da. O'zimizning yaxshi ko'rdigan odamning aytgan tamoqini hozirlanib yeyishni Xudoyim kunlarning birida bizga mi nasib qilib qolar deb o'ylab kulimsirab qo'yatdim. Lekin yana birdamda yelim chiqib ketadi. Dastlab 3-4 kungacha u ichkalda saqlab turib, apam bilan deyishgan gaplarni angladi. Mundaq aytganda, aytgan tamoqining apamning og'ziga tetigan yoki tetimganligini anglab turdi. Chiqib maqtab bersam, xo'sh bo'lib ketdi. Qo'ling tatliqkan juma? Men meg'iz tegdim. Tam og'zimda qoldi. Seni olsam qo'saqdan g'am qilmasam bo'g'dayda. Dedim uningga zo'qlanib qarab. Kim sizga tegiman debdi? U shundoq deb xo'sh bo'ladi-yu, ichidan ichila olmaydi. Balkim apamning doktorxonaga kirib qolishini o'zing ko'rib olsa kerak. Yarisiga to'sapmay deb men ancha so'rab ketdim. Bir kun apamga meva axlab berib olsam, apam to'yqisi so'rab qoldi. Elqi qizning ismi nima? Dilxumar. Uning bilan qanday tanishqandinglar? To'rda shu. Ota-onasi uning ishlarini bilardi ekan. Apamga uning burungi ishlarini ham neyliqini Urumchidagi qahvaxonada o'tirib, menga deb berganlarini so'zlab berdi. Apam to'g'ris qarab uftatib, eg'ir xiyolga tushib ketdi va menga qarab. Uning bilan yaxshi o'tamsizlar? deb so'radi. Apamga mevaqlab bergach, burungi xushal minutlarimizni birini qo'ymay so'zlab berdim. Apam ko'z yosh qilg'ach, gaplarimni ko'ngil qo'yib tanishdi. Heliqi munbarning gapini chiqargan chog'da apam kulib ketdi. Marhum desa, marhum deydi dedingmi? Ha, u bilmaydi emasmi o chog'larda? Lekin hozir kompyuterga men do'st bo'lib ketdimkin. Lekin balam, Urumchiga borgan har qanday qiz bola o'zgarib ketadi. Uning senga bo'lgan ko'ngli o'zgarib ketgan bo'lsa-chi? Undaq bo'lmaydi, dedim men o'zim ishonga oldi. O'zgarib ketgan bo'lsa, sana har kunda tamoq etib bermaydi. Nima? Men yeyotgan tamoqlarni uvatganmi? dedi apam hayron bo'lib. Og'zimdan chiqib ketibdi-da. Davatay bo'ldi, deb o'ylab. Ha, o uy ishlariga xilib pishiq. Turpandik chig'idlar 5 vaqt namozni boshlab olgan, dedim. Amalning bericha uning o'zgarganligini apamga tushuntirishga urinatdim. Apamning uni kechirib o'tishini umid qilardim. Shuningdan keyin apam bu Dilxumar bilan o'tgan baxtli minutlarni armay so'zlab bergan bo'ldi. Apam miyiqida kulimsirab, ko'ngil qo'yib anglaydi. To'liq so'zlayverib ta'sirlantiryaptimmi? Bir kun apam Dilxumarning gapini qilib berib olsam, oradagi jimjitlikda. Uni bir kun mening yenimga aytkir. Men ko'rishib baqay, dedi. Rasmi apa? Qaytlab so'rdim apamdan. Endi ko'nglim xel tinjigandek qildi. Apamga uning kunda tamoqni akilib berib, o'z eshigining yenida turib, gaplarimizni tanishadiganligini deb berdi. Apam un chiqmadi. Oqshom uning bilan ko'rishib, apam bilan deyishgan gaplarni deb berdim. O'zim shunday xushal, lekin u yanala o'ylaganimdek echilib keladi. Dadamning qo'shilmasligida ansirayotgan gap. Apamning qo'shila, dadam apamning kesilin deb bo'lsin qo'shildi, deb o'yladim. Uningga beshiga yog'liq ortib olishni, tamoqni o'z qo'li bilan apamga berishni aytdim. U dastlab qo'shilmadi. Xijil bo'lgan bo'lsa kerak. Men qayt degandan keyin u qo'shildi. Ertasi tushga yaqin uni doktorxona oldida saqlab turdim. Uning shu chog'dagi avtobusdan tushib, chiroyli yog'liq chekka oldi, yerim xushal bo'lib, yerim xijil bo'lib,
manga kulimsirab qarshi ta hozirgacha esimdan chiqmaydi. U shu chaqda shunchalik chiroyli bo'lib ketganki, ichimda burundan yolg'ichay desam bo'pti-ekan deb o'ylab qolgandim. U yana bir kelib, yolg'izning burishini tutib olib, beshini sangayon qilib, erkilab so'radi. Yağlığım yarışıptımı? Yo'q, yarashmabdi. Çekmeyi desem, özü çek, yarışıdı dep. Dedi u og'zini umchaytib. Mavchiqni. Chaqchaqib qo'ydim. Shundoq yarishibdi. Yura, apam ko'rsa, "Voy kelinim" deb eslab olmasa bo'ladi-ku. Shu chaqlarda o'zimning burunqi qo'pol, kamsiz mijozimdan asarmi qolmabdi ekan. Muhabbat meni haqiqatan o'zgartirdi ekan. Uning bilan yotoqning oldida to'xtadik. Eshikning aynigidan qarasam, apam dariz dashtidan gullarga suv quyib etibdi. Men kirgach kelinni qirib qo'ydim. "Apa, Dilxumar keldi" dedim va uni kirishga ishorat qildim. Teşlikmi çoğun apa? Dedi u yerdan ko'zini uzmay. Apam, Teşlikmi? apam Dilxumarning usti-beshiga qarab birdan turib etdi. Yoqtirib qoldi cho'qim deb o'ylab chiroyimdan hech kul ketmaydi. Keling, bu yerda o'ltiring. Dedi apam uni o'ltirishni taklif qilib. U qo'rniqni berib kasal karavotini yendik o'rniga to'ldirdi. Dadam bilan aplashib qoldik. Uning telefon urib, kechga bir vaqtli kelishini, apamning xil yaxshi bo'lib qolganligini dedim. Shuning bilan kunda yotoqda uchimiz kulki chaqchaq bilan o'tirgan bo'ldik. Ba'zida men yo'qmi paranglashib o'tirib qoladi. Apammi uni burunqida kamsitmaydigan bo'ldi. Bir kuni qaynasi avval chiqib ketib, qaytib kirishimda eshikning yonida turib, ularning gapini anglab qoldim. Qizim, dedi apam. namozni boshlab olganingiz yaxshi bo'pti. Hozir yo'ldishi, hatto bolasi bor shahar ayollari ichida namoz o'qiydiganlar bek oz. U, To'g'ri deysiz, cho'ng apa. Shaharlarda bek oz. apam, Shu. Chechingizni cho'q qarang. Az-azdan uchidan boshlab tarisangiz, chekish bo'lib qolgan joylar og'ritmaydi. dedi muloyimlik bilan. Atdigan oldirab. Ha, jigdi yilmini alganmi? Anglamabdi ekanman. Bizning uyda jigdi yilmi bor. Men G'ayratjonning dadasiga deb qo'ysam, kechda og'ash kelsin. Bo'ldi, avar qilmayli. Undaq deyman. Chechingizga jigdi yilim ishlatsangiz, chechingiz paqroq, tom ham qora bo'ladi. Chechingizni boshqa ranglarda bo'yamang. Ma'qul. Eshikning yo'riqidan marab qarasam, u apamga dumbisni qilib o'ldirdi. Apam bo'lsa, uning chechini astoydil tarab o'tadi. Ayol kishining qayashi bo'ladi-da. Mana, mening haqiqiy apam. Mehribon, apojan apam. Keyincha dadamni uning bilan bir qancha qatim ko'rishdi. Apam bilan nimalarni deyishgandan dadamni uning xilla obdan muomala qildi. Shu chaqlar umrimdagi eng xushal chaqlar bo'lsa kerak. Men ana shu chaqlarda ota-onaning roziligi bilan bo'lgan bir-birini haqiqiy tushunib, yaxshi ko'rib qurgan oilaning naqadar baxtli bo'lganligini his qilgandim. To'y qilgandan keyingi kunlarni o'ylasam, beshim ko'kka yetadi. Ammo uning doim namqish turgan ko'zlaridanmi ichidagi heliqi g'ashlikni qilchim his qilmabdi ekanman. Apam doktorxonadan chiqadigan kuni olim bilan bo'lg'usi ayol kelib, bir haftadan keyin to'y bo'lganligini deb meni qo'ldash bo'lib berish taklif qildi. Uning bo'lg'usi ayolimi Dilxumarni qiz qo'ldash bo'lib berish taklif qildi. Tushdan keyin apam, dadam, men ham u doktorxonadan chiqish tayyorligini qilib Dilxumar tuyuqsiz qattiq bir necha yutilyapti. Apam ansirab, Necha kundan beri yutilibla tursiz. Havo sovib qolgandi. Zukam bo'lib qoldingizmi nima qizim? Yo'q. Men mundaqla, dedi u duduqlab. Yura, men seni tekshirib boqay, deb uning qo'lidan tortib epmadim. U hech ma'qul unmaydi. Uni tartinyotdi debdi men.
men mujoyillik bilan uning qo'lidan tortib etmadim. Maqsadim ota-onamga bo'lg'is kelinga qandoq kuyinganligini ko'rsatib qo'yish edi. Ammo u qat'iy unimadi. Azaldan gapimni yirmaydiganlik uchun men bek zo'rlab ketishni loyiq ko'rmay, uni tekshirtmayli qaytdik. Apamni uyga borib qo'yib, ikkimiz yana ko'chaylandik. U gap so'zda erkin emas edi. Echilibmi kulmaydi. Ertishga borasiz, baldur armelang deb baldurli qo'shishib uyga ketdi. Men qaytib keldim. Ko'nglimda o'zining tug'masi kelganidan beyaram bo'lsa kerak, kech o'ngishib ketadi deb o'ylab, uningdan ortiqcha so'rabmi ketmagandim. Ertasi bir kun telefon qilmadi. Ko'nglim yana bir shumliqni sezib, yurakim ansiz so'qib to'rxonaga kirdim. Qo'llarim titrab, yuraklarim dupildab so'qotdi. Kot-kotni uzun ikkilinib ochdim. U menga so'z qoldirib qo'yibdi ekan. Yurakim texim dupildab, uningdan kelgan xatni ochdim. Ochdim-yu, o'zimni tutib ololmay, to'lib etdim. U bu qatim ikkili so'z qoldirib qo'ygan edi. Men aytis. Yo'q! Xotima. Keyin uning uyiga berib, qo'shnisidan o'qishimcha, u yurtga qaytib beribla, opsini beqish ham dadasi uchun to'lagan jarimalarni qarz egasiga qaytarish uchun yana shunday yer ishlabdi. Qo'shnilari ularni paskina, rasvo, buzuq ayol deb turg'izmabdi. Heliqi burun xo'jayini uni izlab berib, uni paskashlik qildi. Balkim u hech qizmi allaqachon qanchalik umri qolganligini bilib bo'ldi. U Turpandan Urumchiga qaytib beribla, boshqa yurtga ketibdi. Ham nega borganligini hech kimga demabdi. Men o'ylab qoldim. U faqat meni bir qatim ko'rilish uchunla shunchalik azoblarga chidab yashapti ekan. Hatto haqoratlansim chidabdi ekan. Ey Allah! Millatimni ashu nejis kasaldan mangulik yiroq qilg'aysan. Fahish qizning muhabbati. Mazkur asar Salkin munbirdagi Abdusalom Qaharning Fahish qizning muhabbati nomli asari bo'lib, Salkin To'rbekti bilan To'qqizsaroy ovoz tahrirlash ishxonasi hamkorlashib, ovoz qilib tayyorlagan. Asarning ishiltish huquqi Salkin To'rbekti va To'qqizsaroy To'rbektiga tava. Əmgəkimiz hürmət qılın.